Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga Malibu XL agressiv ko'rinishdagi ikkita qorasini ko'rsatmoqchiman. Saloniga kirsangiz, komfort birinchi o'rinda. Eng muhimi, kraskasi toza, juda qarab haydalgan mashina. Komplektatsiyasiga kelsak, bu yerda kerakli opsiyalarning deyarli hammasi bor. Orqa kamera, cruise control, elektr o'rindiqlar, o'rindiq isitish va sovutish tizimi, katta multimedia ekran, Bose akustika sistema, lyuk va slipoy zona. Agar komfortni, chiroyli ko'rinishi va ishonchli mashinani bir joyda xohlasangiz, bu variant aynan siz uchun. Bu mashinamizni ma'lumotga keladigan bo'lsa, 2023-yil 55 ming kilometr masofa bosib o'tgan, Mercedes hadovoylarni qildirib qo'yilgan, to'rtta lassa yumshoq balonda, oldi sonsiz zashtalagacha bor, tonirovka ruxsati bor. Orqalarga garmdorlarni terdirib, yaxshi kovri tashab, siz minishingiz uchun tayyor qilib qo'yilgan. Bu mashinamiz ma'lumotga keladigan bo'lsa, 2023-yil 60 ming kilometr masofa bosib o'tgan, to'rtta yumshoq Michelin balonda tonirovka ruxsatini olib qo'yilgan. Oldi kapot, krilo, oldi bamper, chiroqlarigacha broneplyonka qilib qo'yilgan. Bu mashinalarimiz narxiga keladigan bo'lsak, bunisiniki $25,200, bu mashinamizga $25,800 deb belgiladik. Qiziqqanlar bo'lsa, direct yozinglar yoki pastda raqamlarni qoldiraman, telefon qilishingiz mumkin.